qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtun Alo apandi 9 mart kuni Al Jazeera xabar kanalining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistonning umumiy ahvolini anglatdi. Jumhur raisi doktor Mamtun Alo apandi muxbirning so'ragan savollariga javob berib, Sharq Turkistonning jug'rafiyalik afzalligi, Xitoyning yer maydonining 6dan 1ni egallaydiganligi, nupusi Xitoy nupusining 5dan 1ni tashkil qiladiganligi, tarixda davlatlarni qurib saltanat surgan Uyg'urlarning Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyingi 1950-yildan boshlab qayta mustaqilligini e'lon qila olmaganligi, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin nupus qurilmasini o'zgartirish maqsadida zo'r turkumda Xitoy nupusini Sharq Turkistonga yo'tkaganligi, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qarata nupus kontrol qilish, planliq tug'ut siyosatini yurgizganligi, Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan boshlab Sharq Turkiston xalqiga osmosiya va turli zulmlarni qilganligi, bo'libmi Shi Jinping hokimiyatni qo'lga olgandan keyin 2013-yildan boshlab Uyg'urlarga qarata yiltizini quritish, nasabini quritish, bağlarını quritish qatorliq to'tni quritib o'tish siyosatini yo'lga qo'yib, irqiy qirg'inchilik yurgizganligi, jazo lagerlari va turmalarni, majburiy emgak silish lagerlarini qurib, millionlagan Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarni qamab, aqlga sig'maydigan, insoniyatning beshiga kelib boqmagan zulm, irqiy qirg'inchiliklarni qilganligini, 16 mingga yaqin masjid, islom markazlari va diniy imoratlarni chiqib o'tib, ko'pinchisini ibodatga taqaganligini, bu yil 1-oyda islom va boshqa dinlarga qattiq cheklama qo'ygan yangi qonun ma'qullab, diniy erkinlikka hujum qilishni kuchaytganligini, garchi Sharq Turkistonda 74 yildan beri ishg'oliyat va mustamlika davomlashayotgan bo'lsa-mu, 2024-yilga kelganda Sharq Turkistondagi Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning kishini hayron qoldiradigan darajada yanada jazosiz davomlashayotganligini, Xitoyning turli vositalarni qo'llanish orqali o'zining jinoyatini oqlashga tirishayotganligini, Sharq Turkistondagi qo'rqinchli irqiy qirg'inchilik vaziyatining xalqaroning jiddiy aralashib, ahamiyatli harakat qo'llanib to'xtatishni talab qiladiganligi, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga bo'libmi jazo lageridagilarga tutgan pozitsiyasida ijobiy bir o'zgarishning bo'lmayotganligini, tadqiqotchi Adrian Zenisning tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, Xitoy garchi jazo lagerlarini taqaganligini dunyoga bildirgan bo'lsa-mu, millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiy xalqlarning 66%dan ortiqining jazo lageridan turmalarga yo'tkalganligini, yana millionlaganlarning Xitoyning o'lkalariga qul emgaki uchun yo'tkalganligini, 980 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalarining oilasidan majburiy ayirib etilib, Darültam yoki davlatning yotoqliq maktablariga o'rinlashtirilib, osmolasiya qilinayotganligini, Uyg'ur ayollarining Xitoylarga majburiy o'ylantirilayotganligini, buni faqat davlat qo'llagan bosqinchilik harakati deyishga bo'ladiganligini, Xitoyning bu zulmlarni qilishdagi maqsadining oxirgi hisobda Sharq Turkiston xalqini tamoman yo'qotish ekanligini, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni xalqaro jamiyat ayblagan bo'lsa-mu, xalqaroning inkosining yetarli emasligini, konkret siyosiy harakatlarga yoki Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish uchun sistemlik tirishchanlikning yo'qligini, bu harakatsizlikning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Xalqaro jinoiy ishlar sudi va Xalqaro adliya sudi qatorliq xalqaro tashkilotlarning Xitoyga qarshi qonuniy va siyosiy usullarni ishlatishni xohlamasligida va natijada Xitoy jinoyatchilarining hech qaysisini sudga tortmaganligida ifodalanganligini, xalqaroning irqiy qirg'inchilikning tub sababi bo'lgan Sharq Turkistonning ishg'ol va mustamlaka qilinish masalasini hal qilmay, Sharq Turkistondagi Turkiy xalqlar uchrayotgan zulmga sal qarag'anligini, ularning zulmining tub sabablariga bevosita taqobil turishning jiddiy ehtiyojini, davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va jinoyatchilarning javobgarligini surishta qilish, ahamiyatli harakat qo'llanishning dunyoning axloqiy majburiyati ekanligini gavdalantirdi. Sun'iy idrok Xitoy va Rossiyaga Amerikani bilishning yo'llarini ko'rsatgan. NBC xabar torining 12 mart kunidagi xabariga qaraganda, Amerika axborot jamiyatining yer shariy yillik tahdidni baholash yig'inida Beijing Moskvaning o'yin daftariga yaqinlashyotidi. 2024 yillik saylovga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Rossiya Amerikaning 2024 yildagi saylov natijasining G'arbning Ukrainani qo'llashiga qanday ta'sir ko'rsatganligini o'ylashyotidi. Balkim manfaati va nishonini eng yaxshi qo'llaydigan usullar bilan saylovga ta'sir ko'rsatishi mumkin deyildi. Amerika axborot organlarining xabariga qaraganda, Rossiya bilan Xitoy Amerikaning dunyodagi obraziga buzg'unchilik qilib, Amerika jamiyatidagi bo'linishni ig'irlashtirmoqchi bo'layotgan bo'lib, sun'iy idrok har ikki hokimiyatni Amerikaning siyosiy va saylovga aralashishdagi yangi qurol bilan ta'minlaydi ekan. Kengash palatasi axborot komitetiga sunilgan bağlashda Rossiyaning sun'iy idrok qatorliq yangi texnikalarni ishlatib va ularning iqtidorini o'stirganligi bayon qilinib, Rossiya uchur urushini davomli elib berib, G'arb ittifoqdoshligini buzg'unchilikqa uchirtishga, Amerikaning inovatini to'kishga tirishadi. Amerika ichidagi saylovchilar va dunyoning har qaysi joylaridagi Amerika sheriklarining orasiga ziddiyat urug'larini teriydi. Xitoyga kelsak, Beyjingdagi hokimiyat Rossiyaning usuliga o'xshaydigan taktikalar bilan ta'sir kuchini kengaytirish va Amerikaning kuchini ajratish uchun texmo qat'iy yoshirin uchur safarbarligi elib bordi. Xitoy 2024 yildagi Amerika sayloviga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishga urinishi mumkin. Chunki u Xitoyni tanqid qiluvchilarni bir chetga qayirib qo'yib, Amerikaning jamiyat bo'linishini cho'ngaytirishni xohlaydi. Xitoy hukumati kuchlari yoshirin ta'sir ko'rsatish va yolg'on uchur tarqatish iqtidorini oshirdi. Xitoy Xalq Jumhuriyati tashviqot quroli boshqaradigan TikTok hisobot nomeri 2022 yildagi Amerika o'rta mezgillik saylov davrida har ikki partiyaning kandidatlarini nishonlagan. Xitoy hozir o'zining ta'sir kuchida texmo murakkab mahorat ko'rsatib, sun'iy idrok yumshoq detalini sinab qilyotidi deyildi. Federal tekshirish idorasining direktori Kristofer Viray isbot anglash yig'inida saylovdan burun chet ellik raqiblarining sun'iy aql orqali soxta uchur tarqatishga aloqador so'ralgan savolga javob berib, sun'iy idrok muhim raqiblarimizning hammasining tirishchanligini ilgari surish uchun inchiki diqqat qilayotgan narsadir degan. Xo'sh, muborak Ramazon. Avtori Burxon Muhammad. Kishining inson ekanlik alomati uning shahvat va havoyi havaslarining tizginini qo'lga olishi bilan bilinadi deydi donolar. Kontroli ostida bo'lishi kerak bo'lgan narsalarning tizginiga tushib yashash, qo'l ilkida tutish kerak bo'lganning quli bo'lishni kurash yo'li qilib olish, umrni sarf qilishga arzimaydigan, hayotni tegishtirib o'tishga yaramaydigan narsalar uchun qon ter to'kishni yashash prinsip qilib olish, kunimiz insonlari taqobil turishdan ojiz kelayotgan cho'ng bo'hronlardan bo'lib turibdi. Tafakkur qilg'ichi jonliq bo'lishdek mohiyatlik ta'birdan iqtisodiy jonliqqa aylantirib etilgan mukallaf va musharraf inson tarafidan tabiatdagi aqlsiz jonliqlar misoli iste'molchi jonliq kategoriyasi bilan muomala qilingan alg'a kelib qilishdek bu qismat insonlikning bundan burungi davrlarga qaraganda rabboniy yetaklashgan naqadar muhtojligini, mexanikalashgan ma'rifatchilikning shallaridan qutulib, hidoyat nurining yorug'ligi soyasida o'rlikka chiqishga naqadar muhtoj bo'layotganligini ko'rsatib bermoqda. Qarg'udak bo'lsak, barcha qulluqning yiltizi bo'lmuş nafs qulluqi har bir inson vujudiga qurgan saltanatini kun sayin kuchaytmoqda. Vabo misoli yomg'irmoqda. Yetib kelgan ushbu muborak Ramazon oyi ana shu botil saltanatdan qutulishning, halokatlik vabodan qutulishning, өр yaralgan inson vujudiga hokim mutlaqlik taxtini qurish ko'yidagi nafsning saltanatiga qarshi isyon ko'tarishning, yovga qarshi jihodning tunji o'tkili bo'lgan nafs jihodini manevr qilishning, ruh qo'shinlarini mashqlantirishning ayidir. Bu yana irodani tavlashning, aqlni sozlashning, iymonni poklashning, sadoqatni kuchaytirishning, chidamchanlikni oshirishning, sabr toqatni yuksak qilish hamda itoat bilan osiylik orasidagi chegaraning himoyasini kuchlantirishning va insoniylikni shaytoniylik iskanjasidan xalos qilib, rabbaniylik bo'stonligiga elib chiqishning mavsumidir. Shubhisizki bu oy eng oldi bilan Allohning oyidir, Qur'onning oyidir, qadr kechasining oyidir, poklanish oyidir, rahmat oyidir, mag'firat oyidir, duo oyidir, ijobat oyidir, nijotlik oyidir. Allah bu ayga muyassar qilgan har bir mo'min bandasiga uning xayrliklaridan nisblanishni muvaffaq qilib bersin. Vatanimizda bu ayning xayrliklaridan erkin bahramon bo'lish fursatidan mahrum qolgan xalqimizga Allah madadkor bo'lsin. Niyatlariga ko'ra bu ayning ajr va savoblaridan ularni bahramon qilsin. Shundaqla bu mahrumlikning bosh sababkorlari bo'lgan ibodatga va muqaddasotlarga jang ochgan, o'rlik va aqidaning dushmanlari bo'lgan, jumladan Allah va Rasulining abadiy dushmani bo'lgan mustamlikchi zolimlardan bu qarzni to'latish,
Eng yaqin kelajakda to'langan bedellarning, to'kilgan qonlarning har bir tomchisiga qadar hisobini so'rash nisb bo'lsin. Hamda asldan hur va mustaqil holda jannat makon yurtimiz bo'lib kelgan ona vatanimizda ushbu ayning xayrliklaridan takror bahmon bo'lish va qiyomatga qadar huzurini surish biz va xalqimizni o'z ichiga olgan jimi avlod nasllarga nisb bo'lsin. Xullas, barcha Sharq Turkistonliklarning ulug' Ramazon oyi qutlug' bo'lsin. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.